Assalomu alaykum qadrdon tomoshabinlar, sizlar bilan Kamina Pozitivuz. Insonlar juda ko'p vaqtini bir ishga sarflab, o'shandan daromad qilishadi. Oramizda shunday insonlar borki, ular juda ko'p vaqt mobaynida bir ishni qilib, shunday darajaga erishganki, ularni ko'rgan odam qoyil, tasanno deb yuboradi. Bugungi videoroligimda ana shunday qoyilmaqom tezkor ishchilarni siz aziz muxlislarga namoyish etaman. Agar siz tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Qanday qilib ideal aylana shaklidagi oynalarni kesish mumkin? Tasvirdagi inson uchun bu oddiy hol bo'lib qolgan. Bu ishchining tezligiga baho bering. Qizig'i shundaki, ishchi qog'oz rullarini hech qanday o'lchovlarsiz qo'llar yordamida bir tekisda kesib tashlamoqda. Bu aqlli insonlarning ishlashiga baho bering. Kuch birlikda deb shunga aytishsa kerak. Ishchilarning harakatiga e'tibor bering. Ular o'zlarini qiynab o'tirmagan holda ishning eng tez va mukammal yo'lini topishibdi. Mohir oshpazlarning taomlarini yeganingizda ularning mehrlarini ham his qilib turasiz. Yaponiyalik oshpazning guruchdan tayyorlanuvchi moti deb nomlanuvchi shirinlikka o'z mehrini qanday usul bilan qo'shayotganini tomosha qiling. O't o'chiruvchilar yong'in vaqtida juda ham qiyin vaziyatlarga duch kelishadi. Har kunlik mashg'ulotlar esa ularni bunga tayyorlab boradi. Bu xitoylik o't o'chiruvchilarning harakatiga baho bering. Hammamiz bilamizki, yuk tashish bu juda ham og'ir mehnat turi, lekin bunday emas. Tasvirda ko'rib turganingizdek, bu ishchining hech qanday bilak mushaklari yoki juda ham baquvvat emas, lekin uning aqlini ishga solgani tahsinga sazovor. Boshqa bir ishchi bo'lganida bu gaz ballonlarini ko'tarib ketgan bo'lar edi. Qiziq, bu ayol qancha vaqtdan beri bu ishni qilar ekan, ha? Ayolning ishlashiga baho bering. Ayol kishi hatto qaramasdan o'z ishini hech qanday xatolarsiz bajarmoqda. O'ylashimcha, Qorboboning elfari ham bunday tez ishlay olmasa kerak. Bu ishchining harakatlariga, tezligiga baho bering. Fold it one side, you fold it the other Never looks side. that good. What's happening now? Tasvirdagi bu inson juda ham issiq mamlakatda ishlasa kerak. Mingdan ortiq odamlarning chanqog'ini qoldirish uchun Pepsi butilkasining qopqog'ini ochishiga e'tibor bering. Chunki Hindiston aholisi juda ham ko'p. Statistika ma'lumotlariga qaraganda 2018-yilda Hindiston aholisi 1 milliard 353 million kishini tashkil etgan. Hindiston aholisidan biron bir kishi ishga kirmoqchi bo'lsa, ulardan biron bir kuchli qobiliyat yoki tezkorlik talab etiladi. Tezkor ishchilar o'z joylarini saqlab qolishlari uchun kun mobaynida tinimsiz mehnat qilishadi. Sizlarga namoyish etmoqchi bo'lgan videoroligimda oddiy zavod ishchisi kun mobaynida 1000 dan ortiq oyoq kiyim tayyorlaydi. Tayyorlash joyini ko'rmoqchi bo'lsangiz, qani marhamat, qani ketdik. Restoranlarda ovqatlar tezroq tayyorlanishi uchun mohir oshpazlar sabzavot va ko'katlarni mana shu tarzda tozalashadi. Tasvirdagi insonning piyozlarni qanday mohirlik bilan to'g'rashiga qoyil qolmasdan boshqa iloj yo'q.
Navbatdagi qahramonimizning sabzavotlarni to'g'rashiga e'tibor bering. Nima ham derdik? Qoyil qolish kerak. Ananasni qanday qilib to'g'ri kesishni bilasizmi? Agar bilmasangiz, hozirgi qahramonimizning master-klassini tomosha qiling. 加油加油！现在挑战上次的纪录是凤梨46秒。台湾一击豆秀破盘大特。 Hozirgi davrni texnologiya davri desak adashmaymiz. Mana ulardan biri karamni qanday tez va oson kesish mumkin? Albatta, karam kesuvchi mashina orqali. Uydagilarni hayron qoldirishni, ularni xursand qilishni istaysizmi? Unda tasvirdagi san'at asarini takrorlab, uydagilaringizni o'z san'at asaringiz bilan hayron qoldiring. Bu bolaga olmalarni tozalash uchun 10 soniya kifoya qilar ekan. Ko'ring va o'rganing. Shoshila ko'rmang. Barmoqlaringizni kesib olishingiz mumkin. Hech ham o'ylab ko'rganmisiz, restoranlarda qanday qilib ko'katlarni kesishadi? Agar restoranlarda professional ishchilar ishlasa, jarayon mana shunday bo'ladi. Rostini aytsam, umrim davomida bodringni bunday kesish mumkinligini bilmagan ekanman. Mana sizga yana bir master class. Bu rolikda ishchilar bodringlardan uzun-uzun yo'lakchalar tayyorlashmoqda. Agar juda ham ko'p meva, sabzavotlarni kesishga to'g'ri kelib qolsa, maxsus pichoqlarsiz insonlar qiynalib qolishadi. Bu hind qizlarining ishlatayotgan pichoqlariga va tezligiga e'tibor bering. Tasvirdagi bu meva guava mevasi hisoblanadi. Tailandga tashrif buyursangiz, albatta bu mevani tatib ko'ring. Sotuvchilar sizga bir zumning o'zida mevani tozalab paketga solib berishadi. Qanday qilib anorni tez va oson yo'l bilan tozalashni bilishni xohlaysizmi? Unda sizga professional ishchidan life hack. Aminmanki, hech qachon bunday katta tarvuzni tatib ko'rmagansiz. Tashqi tomondan juda ham chiroyli va mazali ko'ringan tarvuz uni kesib ko'rishganda buning aksi bo'ldi. Aziz tomoshabinlar, shu bilan videoyim o'z nihoyasiga yetadi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Sizlar bilan Pozitiv Uz edi.